Tasavvur qiling, Lionel Messi ham, Cristiano Ronaldo ham, hatto zamonaviy futbol afsonalari ham 30 yoshga yetmasdan turib, bitta futbolchini ortda qoldira olmagan. Uning kim ekanligiga qiziqyapsizmi? Bu futbolchi Pele va uning rekordi hanuzgacha deyarli tegib bo'lmas. Agar siz futbol tarixidagi eng hayratlanarli rekordlarni bilishni xohlasangiz, videoga hoziroq like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki bu ro'yxat siz o'ylagandan ham qiziqroq. Bugungi mavzu 30 yoshga to'lguniga qadar eng ko'p gol urgan 10 nafar futbolchi. Zamonaviy futbolda futbolchilar 35-40 yoshgacha yuqori saviyada o'ynayapti. Lekin oldin bunday emas edi. Shunga qaramang, ayrim futbolchilar yoshligidayoq tarix yozib ulgurgan. RSSF ma'lumotlariga asoslanib, keling eng sermahsul 10 futbolchini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rin Pele, 675 ta gol. Pele futbol tarixidagi eng bahsli, ammo eng buyuk nomlardan biri. U rasmiy uchrashuvlarda 778 ta gol urgan. Barcha o'yinlarni qo'shsak, bu raqam 1324 taga yetadi. Eng qizig'i, ana shu 778 ta rasmiy golning 675 tasi u 30 yoshga to'lmasdan oldin urilgan. Bugungi kungacha hech kim bu rekordga yaqin ham kelgani yo'q. Ikkinchi o'rin Ferenc Deak, 635 ta gol. Pele paydo bo'lishidan oldin aynan Deak rekord egasi edi. Vengriyalik hujumchi 1940-1950 yillarda Svent Lorinch va Ferenc Varosh safida raqib darvozalarini ayamasdan teshib tashlagan. Uchinchi o'rin Thomas Lauton, 632 ta gol. 17 yoshida professional debyut qilgan Lauton 1930-40 yillarda gol mashinasiga aylangan. Ikkinchi jahon urushi uning faoliyatiga jiddiy ta'sir qilgan bo'lsa ham, u baribir tarixda qoldi. To'rtinchi o'rin Ervin Helmchen, 629 ta gol. RSSF bo'yicha futbol tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi. Ammo gollarning katta qismi quyi ligalarda bo'lgani sababli ko'pchilik uni rasman tan olishni xohlamaydi. Shunga qaramang, faktligicha qoladi. Beshinchi o'rin Joseph Bambrick, 610 ta gol. U Irlandiya termasida bir o'yinning o'zida 6 ta gol urgan. Chelsea'da ham porlagan, ammo uning haqiqiy golli davri Irlandiyada kechgan. 6-o'rin Fred Roberts, 600 ta gol. Shimoliy Irlandiya ligalarida haqiqiy dahshat. 30 yoshgacha 600 ta gol bu oddiy statistika emas. 7-o'rin Samuel Hughes, 599 ta gol. Glentoran safida 1940-yillarda deyarli har o'yinda gol urgan futbolchi. 8-o'rin James Jones, 593 ta gol. Newcastle United uni 16,000 funtga sotib olmoqchi bo'lgan, ammo klubi rozi bo'lmagan. U Glenavonda 10 yil ichida 500 dan ortiq gol urdi. Bizda gollar soni teng bo'lgani uchun yana bitta 8-o'rin bor. Bu Messi, Lionel Messi, 593 ta gol. Messi 30 yoshgacha bo'lgan davrda deyarli to'xtovsiz gol urdi. 2012-yildagi 91 ta gol futbol tarixidagi eng buyuk yil va u 30 yoshga yetguniga qadar 599 ta gol bilan tarixga kirdi. 10-o'rin Gerd Müller, 570 ta gol. Bavariyaning abadiy afsonasi. U 30 yoshgacha 570 ta gol urdi va klub tarixidagi eng yaxshi to'purar bo'lib qolmoqda. Endi eng qiziq savol: Cristiano Ronaldo qayerda? U 30 yoshga to'lguniga qadar 463 ta gol urgan. Bu uni top 10 emas, balki umumiy reytingda 20-o'ringa joylashtiradi. Ammo Ronaldo 30 yoshdan keyin ham to'xtamadi. Aksincha, yanada kuchaydi. Xulosa shuki, kimdir yoshligida tarix yozadi, kimdir esa tarixni yillar davomida sindiradi. Savol sizga: sizningcha eng buyuk futbolchi kim? Yoshligida portlagan Pele va Messi
yoki yillar davomida cho'qqida qolgan Cristiano Ronaldo? Fikringizni kommentda yozing.